Chunki ro'zadorning og'zidan o'sha hid zavol vaqtidan keyin chiqa boshlaydi. An Anas radhiyallohu anhu قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم قال نعم رواه الترمذي. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallamga ko'zim og'rib qoldi, ro'zador holimda surma qo'yaveraymi dedi. U zot sallallohu alayhi vasallam ha dedilar. Tirmiziy rivoyat qilgan. An Aisha radhiyallohu anha qalat waqtahala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam fi Ramadan wa huwa sa'imun. Rawahu Ibn Majah. Aisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Ramazonda ro'zador hollarida surma qo'yganlar. Ibn Majah rivoyat qilgan. Anas radhiyallohu anhu ham ro'zador hollarida surma qo'yar edilar. Uchinchisi, qon chiqishi ro'zani buzmaydi. Vallohu a'lam.